Operatsiyadan oldin bemorlar tomonidan qilinadigan 5 ta xato. Birinchisi bu operatsiyadan oldin va keyin hatto chakish. Chunki tamaki tarkibidagi nikotin qon aylanishini yomonlashtiradi va o'sha operatsiya qilingan sohada qon yaxshi kelmagandan keyin bitish jarayonini juda ham kechiktirib yuboradi. Shuning uchun operatsiyadan kamida 2 hafta oldin va 2 hafta keyin chakish taqiqlanadi. Ikkinchisi bu surunkali kasalliklar yoki doimiy ichib yuriladigan dorilarni vrachdan yashirish hisoblanadi. Chunki surunkali kasalliklar borki, operatsiya paytida va operatsiyadan keyingi davrda bemor holatini yomonlashtiradi. Keyingi xatolik bu ovqatlanish. Operatsiyaga 6-8 soat qolganda umuman ovqat ham, suv ham ichish va yeyish mumkin bo'lmaydi. Chunki bu narsa operatsiya paytida va operatsiyadan keyingi jarayonda bemorlarni qayd qilishi, ko'ngillanishni kuchaytirib yuboradi va ichilgan va yeyilgan ovqat nafas yo'liga o'tib, bemorlar nafas olishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'ladi. Keyingi xatolik bu menstruatsiyani berkitish. Ya'ni vrach albatta so'raydi operatsiyadan oldin menstruatsiya qachon kelgan oxirgi marta, keyingisi qachon keladi, qachon yoki tugadi degan savollarni berganda to'g'ri aytish kerak bo'ladi. Chunki menstruatsiya paytida qon ivishi juda ham kechikadi va natijada qonash ko'p bo'ladi. Va eng oxirgisi va eng muhimidan bittasi bu reallikka to'g'ri kelmaydigan natijani kutish. Masalan, men bu insondagi yoki men bu aktyordagiga o'xshash burunni xohlayman deb kelishsa, bu narsa sizni yuz o'lchamlaringizga, yuzni shakliga birovdagi burun tushmasligi mumkin va shuning uchun bu narsaga realroq qarash kerak bo'ladi va konsultatsiya jarayonida albatta bemor bilan vrach bu narsani muhokama qilishi kerak bo'ladi.